Kitapxumarlıqның yetilişi qiziqtirishga bog'liq. Tarbiyada balaga nimani sog'dirmoqchi bo'lsangiz, balani shuningga qiziqtirib beqing. Balani nimadan bezdirmoqchi bo'lsangiz, shuningga zo'rlab beqing. Meningcha bu bakma qarga keladigan usul. Ammo buningda ishni o'ylagan yerdan chiqara olmayotgan ota-onalarning ta'tirsiz ish ko'rayotganligi aniq. Qizim boshlang'ich maktabning 2-yiliga chiqqan yili uning xat savodi va kitob o'qish saviyasi xalli o'sib qoldi. Buni ko'rib qizimni roman o'qishga da'vat qildim. Dastlabda qizim tavsiyamni aqliga sig'dirolmadi. Chunki qizim qalin, ammo biror parcha qistirma rasmmi yo'q romanlarni o'qiydiganligimni doim ko'rib turadi. Shunga u roman degan faqat cho'nglar o'qiydigan ham qiyin, ham qiziq yo'q kitob o'xshaydi deb biladi. Uning ustiga qizim shuninggacha rasmlik mazmunlar asos qilingan bolalar o'qishliqni o'qib kelgan edi. Shunga qizimning roman o'qishni qabul ko'rmaganiga oson ortiq gap qilmadim. Shu chog'da kitob shkafimdagi romanlarni qizimning o'qishiga muvofiq kelmaydi deb qaraganligim uchun Jingyongning Tangri hamda Maqpalvon nomli romanidan birini oldim. Men bu kitobni ilgari o'qimaganim bilan shuningga asosan o'zgartib ishlangan televiziya teatrini ko'rgan edim. O'zimcha bolalar bu televiziya teatrini nihoyat qiziqib ko'rgan ekan, uning romaniga maftun bo'ladi deb o'yladim. Ammo bu kitobni qizimga atab olganimni uningga demay, odatdagi chog'lardagidek chulam tekkan chog'larda o'zim bir boshdan o'qib tushdim. Demisimi u xali bo'ladigan kitob edi. Nurg'un yerlari odamning yuragini larzaga soladi. Shunga har kuni kitobdan ozroq o'qib chiqqandan keyin qizimning oldida bu bekmi bilan kitobgan deb maqtab o'tgandan keyin kitobdagi ba'zi voqealarni ancha-muncha so'zlab berdim. Ammo hikoyaning toza halqiliq yeri kelganda "Apla, mush yergacha o'qib ekanman, qolganini o'qib bo'lib, ondan so'zlab beray" deb qo'yatdim. Bu ish bir necha qatim takrorlangandan keyin qizim bu kitobga rostla qiziqib qoldi. Men uning kitobdagi hikoyani anglashga aldirab ketayotganligini ko'rib, uningdagi hikoyalar qiziqib qolgan bo'lsangiz, o'zingiz ko'rib beqing qizim. Har kuni unchavala ko'p hikoyani o'qib, ondan sizga so'zlab berishga vaqtim chiqmag'idek dedim. Ammo qizim undaq kitobni o'qib tushunoladiganligiga ko'zi yetmagachga sal-pal dilg'ul bo'lib turib qoldi. "Avval o'qib boqmamsiz?" dedim men qizimni ilhomlantirib. "Uchun so'z iborlar uchrab qolsa hech qisi yo'q. Asos mazmunni tushunib olsangizmi hisob. Men sizni tushunib olmasangiz zodi tushunib olmasa bo'lmaydigan xatlar uchrab qolganda mendan so'rang." Shunday qilib qizim bu kitobni o'zi o'qimoqchi bo'lib qo'liga oldi. Bolalarni kitobxumarlikka yetaklash unchavala qiyin emas. Muhimi bola kitobni dadillik bilan qo'liga olsa, bir amallarni qilib o'qish kirishidi. Qizim kitobni o'qib, men texi o'qishga ulgurmagan yerlar kelganda, hikoya oxirining qanday bo'lganini bekmi bilgim bor edi, biroq o'zim o'qay desam cho'lam tegmayotdi deganni bahona qilib, qizimga o'qib chiqqan voqealarni ancha-muncha so'z etkizib oldim. Hatto ona bola ikkimiz kitobdagi ta'sirli personaj va voqealar haqida mungdashdik. Shu sababdan bu kitobga rostla qiziqib qolgan qizim romanni to'liq o'qib tugatdi va o'zining roman o'qisimi tushuna oladiganligiga rasmiy ishondi. Qizim bu kitobni o'qib bo'lgandan keyin ikkimiz kitobning kirish so'zini darqamda o'tirib ko'rib, avtorning polvonlar haqida 14 qismliq roman yozganligini, hamma qismning mazmunidagi birinchi xatni o'zaro chasam, undan nihoyat sarxil bir masnaviy tuzilib bo'lganligini bildik. Buning bilan Jingyongning asarlariga hali ishkillab, ichakib qolgan qizim uning asarlarini to'liq o'qib chiqmoqchi bo'ldi. "Yaxshi o'ylabsiz qizim" dedim men. Biroq kitobning hammasini bir xil setib olishga hali pul ketadi. Shunga ijaraga olib o'qisangiz qandoq? Shuning bilan qizim kitob ijaraga oldigan do'konga o'zim boshlab bordim. Shundan iborat qizim bu kitobga kirishib ketdi. Kirishgan sari tez o'qiydigan bo'ldi. Shundaqla uning kitob o'qish qizg'inligi bilan bu jihatga qobiliyatimi tadrijiy oshdi. Shunda qilib qizim Jingyongning polvonlar haqidagi yurishlik romanlarini biroqla o'qib tugatdi. Demak, qizimning shu qatim o'qigan romanlari uning keyingi vaqtlardagi qizim roman o'qish ishtiyog'iga puxta asos solgan edi. Shu chog'da bir xizmatdoshim parishonlik bilan mundoq degan edi: "O'g'lim kitobga faqat qiziqmaydi. Kitobni qo'lga olsa xuddi tishlab oldigandek, hatto hikoya kitoblarga qaramaydi." U xizmatdoshim qizimning kitobxumarligini bildigan bo'lg'achqa, ishki bolani tunishtirib qo'ysak, qizingizning kitobxumarligi o'g'limga ilhom bo'lib qolsa ajab emas degandek gapni qildi. Shuning bilan kunlarning birida qizim ikkimiz haliqi xizmatdoshimning uyiga bordik. Uning o'g'li qizimdan bir sinf yuqori yeni boshlang'ich maktabning 4-yilida o'qiydi. Ular bizni ko'rib, behmi xo'sh bo'lib ketdi. Biz uyga kirib o'ltirmayli xizmatdoshim o'g'liga kaya qildirdi. "Qarag'ina,
Bu qız senden top-to'g'ri 2 yosh kichik turib bir talay kitobni o'qib bo'pti. Bundan keyin ha desla uyingga yugurmay, mushkilda kitob o'qujimi? Bulamdi. Xizmatdashimning o'g'li opasining bu gapini anglab o'ng'aysizlanib ketdi. Men 2 balani sirtda aylanib kiringlar deb chiqarib etib xizmatdashimga shundoq dedim. Balaga xalqning oldida undaq gapni qilsangiz, bola kitobga texim o'sh bo'lib ketadi. Uning ustiga balalar boshlarning oldida yuzini tushib ketishni hargiz xohlamaydi. Şoň balalarni birər iş qilmalik qilmoqchi bo'lganda, oldi bilan uning bu joydagi ortiqchiligini boshlarning oldida maqtab qo'yishimiz kerak. Balani kitob qiziqtirishda uningga targ'aqdan to'qmoq chiqqandek "Man kitob o'qiy" desak, balaning kitobga qiziqmaydiganligini boshlarning oldida so'z cho'cha qilib yursak bo'lmaydi. Balaning kitobga qiziqmaydiganligini dastak qilib turib, uni tanbihlasak texim qamlashmaydi. Qizimni qanday qilib kitob qiziqtirganligimni u xizmatdashimga yeptin yangisig'icha so'zlab berdim. Biz qaytadigan chog'da uning o'g'limi bizni talog'icha uzatib chiqdi. Qarag'ina, bu qiz Jingyongning yuraklik romanlarini o'qib tugatibdi, dedi o'g'liga silliq qilib. Men sana akab beray bo'lamdi? Uning o'g'li dilg'uliq ichida boshlang'ishdi. Ichimda xizmatdashimning bu gapini to'g'ri ko'rmadim. Chunki u qizimning ortiqchilik bilan o'g'lining yetersizligini selishtirib turib, o'g'ilni kitobga moyillashtirish muddasini uningga uchuqdan-uchuq deb soldi. Muddahani bundaq oshkor o'ttirib qo'yganda balani biror ishga tabiiy qiziqtirish maqsadiga yetkil bo'lmaydi. Keyin bu xizmatdashim yana dardini to'kib berdi. Uning aytishicha, uning o'g'liga Jingyongning romanlarini apirib beribdi ekan, bola uningga deganda qiziqmabdi. Kitapdan 3 kunda aran 3 bet o'qibla, uni tashlagancha ishkinchlab qo'lganmabdi. Men bu xizmatdashimga gapni udillik qildim. Durust. Balangizga o'rnak bo'g'idek ulgi topganingiz bilan balangizni ilhomlantirishning epini topolmabsiz. Chunki siz boshqa balaning ortiqchiligini udilla opirib o'g'lingizning yetersizligiga selishtirdingiz. Bunda qilsangiz balani ilhomlantirib bo'lamdi. Balaning kitobga kirishmasligi uningdagi qizg'inlikqa bog'liq. Qizg'inligi bo'lmagan balaning biror ishni boshqalardan o'tib ketish yoki ota-onasining talabini o'rindash muddasi bilanla boshqa ilib chiqarishi mumkin emas. Emas qanday qilsam bo'lar? Jingyongning romanlarini balaga akilib berganingizning o'zla uningga yetkicha yuk bo'lib qopti degan gap. Shunga amdi balam roman o'qu degan gapni hozircha og'zingizga olmay turing. Meningcha kitobni ko'rsa besh og'riydigan balalar oldi bilan nihoyat oddiy narsalarni o'qib boqqan tuzuk. Bunda qilsangiz bo'larmiki? Kesh gazetga yezilib qo'ying. Uningdagi ijtimoiy xabarlarni hamma odamlar yoqtirib ko'radi. Kundalik gazetdagi eng qiziqarli xabardan jiq emas, ishkini balaga tavsiya qilib uni gazetga qiziqtirib beqing. Navoda bada shuninglik bilan gazet ko'rishga odatlanib qolsa, uningdagi biror narsani o'qisa 5 og'riydigan illatmi bara-bara tugaydi. Shundaq bo'lsa, balani romanga moyillashtirishning amali topildi degan gap. Ammo aradan 2 kun o'tgandan keyin yiliq xizmatdashim yana 5-chi oyqidi. Hey, bu balaza kitob gazet ko'rishga unmayotdi. Bu balaning bir narsani o'qishga buncha valla qayriqlik qilayotganligidan hayron qoldim. Xizmatdashimning gapi qarsam aslida u o'zi ishini aplashtirib olmagan ekan. Bundaq ahvolda balaning bo'yin tavliqini qanday o'zgartirib bo'lsin? Bu xizmatdashim har kuni kechda ishdan qaytgandan keyin shu kunlik gazetni olg'ach berib balasiga tanglabdi. Ve balasını birer narsa o'qish qiziqtirib beqish uchun gazet o'qishga odatlanish yaxshi ish. Bu gazetda obdan gaplar bakmi jiq ekan. Ang bo'lmaganda uningdan maqolalardan ikkisini bo'lsin o'qigan, qaysini o'qisang mayli deb tapalabdi. Ve balasining gazet o'qimaganligini bilib beqish uchun har kuni gazet kechda yetishdan burun ilgari balasiga o'qiganlarning mazmunini so'z etkizibdi. Bala bu ishni bir necha kun davomlashtirgandan keyin gazet o'qimaslikning qazini nesib onasi bilan tirkash keltiribdi. Ishqilib bu xizmatdashim balasini biror narsa o'qishga odatlantirish uchun xaltirishib baqqan bo'lsa-mu, oxirgi hisobda qilganlari yenilib bekor bo'pti. "Hey, bu balamni kitob o'qiydi deb kutmasam bo'g'idakchimi?" dedi u mayislanib turib. Shunday qilib men bu xizmatdashimga yana bir navbat gapning o'chqin deyishga majbur bo'ldim. Meningcha bala qiziq qilganlaringiz uni qiziqtirish emas, uningga buyruq tushirish bo'pti. Masalan, oz deganda bir ishki parchaga maqola qo'ysan deb bekitib berib, anda yana balaning uni o'qimaganligini tekshirib beqibsiz. Buning bilan gazeta o'qish balaga vazifa bo'lib yuklanibdi. Qiziqtirish deganning zoti nima ekanligini oldi bilan balangizning o'rnida turib o'ylab beqing, his qilib beqing. Masalani hadislar oila boshliqining o'rnida turib analiz qilsangiz, meningcha har qatam qiziqtirishlaringiz oson buyruqqa aylanib qoladi, ishingiz o'ylagan yerdan chiqmay qoladi.
Ata-aналарның һәммәсе ундак эмас. Балаларны китапка майыллаштырыш ва кызыктырышның мөһим икәнлеген тунып yetkән һаман бу вакытта иҗаби васиталарны кулланып атканлармы наһайт күп. Амма көпинчесенең кызыктырыш массасы телевизорның эзиткулыгы алдыда карх кәмәй ахыр яныла һәссинәй дип калып атыды. Навада balada kichik vaqtidan boshlabla kitob ishtiyoqi bog'lantirilgan bo'lsa, menimcha u kitob o'qiydigan vaqtni televizorga berib etishni xohlamaydi. Ammo kitob bilan nihoyat oz uchrashgan, televizorning oldida cho'ng bo'lgan bolalarning zehnini yarim yo'lga kelganda televizordan kitobga burash oson ish emas. Buning uchun nurg'un amal chora ishlatishib beqishga to'g'ri keladi. Buningda yana ota-onalarning televizorni majbur o'chirib etib, bolani "Man kitob o'qu" deb majburlashning o'zimi hargiz aqmaydigan ish. Chunki bola butun zehni bilan ko'rayotgan televizorni zo'rg'a o'chirib etib, uningga kitobni tutqizib qo'ysangiz bilanmi, bolangizning kitobni rozimanlik bilan qo'lga olishni atayin. Qo'lga olgan taqdirdami kitobga zehni bilan berilishi mumkinmi? Mushundaq ahvolga yo'liqqandan keyin ba'zilar mendan buning amalini so'rab edi, ularga o'zimcha nihoyat qo'pol usulda meni ko'rsatib baqdim. Bu usul ba'zi oilalarda rost unum berdi. Men ularga mundaq taklif berdim. Aldı bilan televizorning biror siminini chiqarib etib yoki biror sayminni elib etib, televizorni ochqil bo'lmaydigan qilib qo'ying va bolangizga "Apla, televizor buzilib qopti emasmi?" deng. Ondan televizorni remont qildirish vaqtini turlik bahonalar bilan 2,5 oydan yarim yilgacha keyinga suring. Ailanglar televizorsiz qolgan aşağılarda arxutni ishkinglar butun zehninglar bilan kitob o'qinglar va bolaga gezi kelganda biror parcha kitobni tavsiya qilib beqinglar. Buning bilan uy televizor yo'q, zerikib qolgan bola ish puchqini kitobdan chiqarmoqchi bo'ldi. Ammo buzilib qolgan balangiz kitobga rasmiy kirishib, birining keyindan birini o'qimiz turamg'ida galat ketgandiki, ondan remont qildirsangiz kechikmaysiz. Bolaning qayta jon kirgan televizorga beshimchilab kirib ketishning oldini saqlanish uchun oilada televiziya ko'rishga chek qo'ying. Ammo buningda ota-onalar o'zlari ulgu bo'lish kerak. Televiziya ko'rishga chek qo'yish ko'rish vaqtini qisqartish deganlik emas. Buningda oilada qaysi programmani ko'rish, qaysini ko'rmasni odatga aylantiring. Oilada biror tuzum chiqarilgan ekan, buning ota-onalar tashabbuskorlik bilan amal qilish lozim. Jumladan ota-onalar televiziya ko'radigan vaqtini qisqartib, kitob bilan ko'proq gaplashinglar. Chunki ota-onalarning amaliy harakati bola uchun insiz tarbiya hisoblanadi. Buning o'zi bolani kitobga to'ydirmasdan qiziqtirish. Durus. Ba'zilar bu chorani avorchilik ko'rib televizorni o'chirib asal bo'lmadimi deb qaraydi. Yomon yeri ba'zilar bolasining televizorga berilib ketishni xohlamaydi-yu, o'zlari atdan kechgacha televizorning oldidan qo'pmaydi. Yuqorqi taklifini anglagan onalardan ba'zilari 5-oygacha mundaq dedi. Akşamları boshqa ish bo'lmasa, televizor ko'rmay qanday qilamiz? Bolaning dadasi uning hargiz unmaydi da. Uning xizmati bek jafoliq. Akşam yerib ichib kelib, hardiqni televizordan chiqardi. Shundaq tursa men nimam deyalaydim? Ata-ona ta'tir bo'lsa, bolamu yog'och quloq bo'lib chiqdi. Balangizga kitob o'qish qiziqtira olmasangiz, u televizorning eziqtirilishiga ram bo'lib qoladi-da, vaqtni shu ezitqi uchun qurbon qilib o'tadi. Odamni qiziqtirish orqali bosh egdirmak o'ng'ay. Ammo majburlash orqali hayvash keltirmak ba'zi mushkul. Cho'nglarmi shundaq, bolalarmi shundaq. Demak, tarbiyada bolaga nimani singdirmoqchi bo'lsangiz, bolani shuni qiziqtirib beqing. Bolani nimadan bezdirmoqchi bo'lsangiz, shuni zo'rlab beqing. Menimcha bu pekmi kar keldigan usul. Ammo buningda ish o'ylagandek yeridan chiqmayotgan ota-onalarning ta'tirsiz ish qilayotganligi aniq.